Amaki bo'ldi qiling. Nima qilyapsiz amaki? O'zingizni bosing. Qoch! Chaqir xo'jayiningni. Nima gap, tinchlikmi? Ha, O'rta o'tiroq bo'laqa. nima bo'ldi? Adam ishkal qilib qo'yibdilar. O'tir. Yanami? Amaki, uzr, amaki, qo'yvoring. Iltimos, amaki. Sekinroq haydagin, nima bo'lyapti? Tushuntirgin bunda. O'rta adam ichyaptilar. Restorandan telefon qilishdi. Hozir kimdir o'ldirib qo'yganlar. Hop, bo'ldi, o'zingni bos, boramiz o'shatga. Nimaga meni kayfimni Iltimos, buzasan? amaki. Chaqir xo'jayiningni. Bo'ldi qiling. Iltimos, yordam bering. Kim bor? Ay! Adam bo'ldi. Urmang. Adam o'zingiz nimaga unaqa qilyapsiz? Nimaga unaqa Aka, o'zingizni bosib oling. Aka boringiz. Amaki, bo'ldi. O'zingizni bosing. Men Aka o'zingiz bosing. Любой bilan gaplashing. Nimaga ichasiz yana ada? Просто так. Yana nimaga ichdingiz? Rosa. Bo'ldi, yuring. Men uzr so'rayman. Hozir singan narsalarni etsangiz, men to'lab chiqib ketaman. Hech narsa kerak emas. Undan ko'ra amakimga qarang. Rozimisiz? Roziman, erkakchilikda bo'lib turadi. Rahmat aka. Mayli, Tushungan xo'p. odam ekansiz. Xo'p. Uzr. Sog' bo'ling, Sog' bo'ling. mayli. Ha, uxladilar. Yaxshi. Shunaqa jonimga tegib ketdilar. Kim aytsan? Adam metvonman. Orqalardan bormagan joyim, uzr so'ramagan odamim qolmadi. O'rtoq qaragin. Og'aynilarimiz adasi bor-ku, mashina, uy, ish, hamma narsa qilib beryapti. Mana adamchi, muammo ustiga muammo qilib beryaptilar. Shunaqa to'yib ketdim boru. Hayotni qiziqligini qara. Kimdirlar otasi boy bo'lishini xohlar ekan. Yana kimdirlar bo'lsa, otasi bor bo'lishini xohlaydi. Yomon bo'lsa ham otang bor-ku, o'rtoq. Nimaga noliysan? Agar mana otam hayot bo'lganlarda-chi, ularning orqasidan yer sharni 2 marta aylanib chiqishga ham rozi bo'lardim. Lekin endi kech. Yomon bo'lsa ham otangni ehtiyot qil. Ularning roziligini olishing kerak.